23-mart YouTube kanalida bizni kuzatayotgan obunachilarimiz, xudo xolasa mana bugun yong'oqlarimizni ekyapmiz. Xitoy X185 yong'og'i yupqa po'st hisoblanadi. Mana ko'rib turibsizlar, hammasi achilaveradi. Mana o'ta yupqa po'st ana. Mag'zi ham mana hozirgi paytga kelib uyutganimiz hisobiga novotidan bo'pti. O'zi oppoq mag'z bo'ladi. O'ta yupqa bo'ladi. Qo'llaringda chaqilib ketaveradi. Mana bugundan ekyapmiz. Kimga qanaqa yong'oq ko'chatlar kerak bo'lsa, bizga bog'lanaverasizlar. Yong'oq ham katta-katta yirik bo'ladi. Unaqa mayda yong'oq bo'lmaydi mana. Ko'p turibsizlar, qo'lda chaqiladi. O, bolg'a, tesha, tosh shatba ishlatishdi. Mana shu holatda bu sentyabr oyida, xudo xolasa kuz oyidan sotishni boshlaymiz. Noyabrda tinim paytiga qarab chiqaramiz ko'chatlarni. Zakaz berishlari mumkin. May oyidan boshlaymiz zakaz solishda. Xitoy X185 yong'oqlarimiz o'ta yuqori po'st bo'ladi. Sog' bo'lasizlar. Videoni yong'oqqa qiziqqanlarga jo'natib qo'yasizlar. Kanalda rivoji uchun bittadan layklar bosib qo'yasizlar. Farg'onalik bog'bon kanalini kuzatishda davom etinglar.